birinchi kun testdan chiqqanini o'zi ko'zlarimga ishonmagan edimda. Birinchi kun o'zi testdan chiqqani, menda ham shunday bo'lar ekanmi? Menga ham shunday kunlar kelar ekanmi deb o'qigan edim. Hozir yaxshi katta bo'lib qoldik. Ularning dardiga sherik bo'lamiz, birga yig'laymiz, birga xursand bo'lamiz deganlar. Videolarda ko'rardim-da. Ey Xudo, men o'zimni tasavvur qilardim-da. Ey Xudo, shu menga o'xshasa, men ham ana shunday intervyu beraman deb niyat qilardim. Xudoga shukr, alhamdulillah. Niyatlarimga yetdim. Har bir uziga borganimda kuzataman, ko'zimning oldida birinchi o'tasizda. Habib opa sababchi bo'ldi. Даже unaqa o'sha embrionni qo'yayotganda ham qanaqa qo'rqqan edim, hech qanaqa og'riqlar, o'zim ekranda ko'rib. Eng asosiy sharti biz doim aytamiz, xotin bir vaqtni o'zida bitta joyda tekshirilsin. Kim boyagi o'sha bismillah deb ishonch bilan shu albatta shu yerdan o'xshaydi deb keladi-yu, Allohim ham uni ishini yengillashtiradi. Motivatsiya kuch bilan bismillah deb mana shu doktor M klinikasidan darvozasidan o'ng oyoq bilan kirib boshlash kerak. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Assalomu alaykum. Siz bilan mana shunday ulug' Ramazon kunlarida uchrashib turganimizdan juda ham xursandman. Aslida bu uchrashuvimiz ancha vaqt oldin bo'lishi kerak edi, lekin mana shu Allohimning xohish niyati bilan bugunga mana shunday ulug' kunlarda ertalabdan yomg'ir, barakat mana shu kunda nasib qilgan ekan. Qandaysiz? Qanday katta bo'lyapsizlar? Yaxshimi hammasi? Yaxshi, rahmat. O'zi ichimdagilarda aytsam, shu sentyabrda kelgan bo'lsam, undan 2 yil oldin ham kelib ketgan edim. Lekin hamma narsa Allohdan edi, vaqt soati ham. Kela olmagan edim. Katta umidlar bilan keldim oldingizga, ko'rdingiz qanaqa. Xudoga shukr, sentyabrda oldingizga kelgan bo'lsam, niyatlarimga yetdim. Sizga qancha o'sha kunlar aytdim, men ham onalik baxtiga muyassar bo'lamanmi deb qanchani qildim. Xudoga shukr, o'ziga qildirdik, borib ko'rdik. Birinchi kun testdan chiqqanini o'zi ko'zlarimga ishonmagan edimda. Birinchi kun testdan chiqqani, menda ham shunday bo'lar ekanmi? Menga ham shunday kunlar kelar ekanmi deb o'qigan edim. Hozir yaxshi katta bo'lib qoldik. Uzr, ayrim sabablarga ko'ra kela olmadik oldingizga. Mana shu kunda homiladorlik juda ham yarashibdi sizga. Juda ham birinchi o'shanda ko'rgan Mansurova bilan hozirgi Mansurovani yer bilan osmoncha farqi bor. Albatta har bir ayol uchun bu eng o'sha Allohim tomonidan berilgan eng katta refleks bu homiladorlik. Biz hamma narsaga chidaymiz, lekin o'sha farzand bo'lmasligi bizni ko'p qiynaydi. Yillar davomida har kunlik o'sha ishimiz ham shu yillar davomida homilador bo'la olmayotgan juftliklar bilan ishlaymiz, ko'ramiz, ularning dardiga sherik bo'lamiz, birga yig'laymiz, birga xursand bo'lamiz. Va aynan mana shu bir martada mana sizga o'xshab o'sha mikrotestadan keyin eko amaliyotlaridan keyin o'sha bo'lgan homiladorliklarga Alloh bizni sababchi qilganidan albatta boshimiz osmonga yetdi va shaxsan men uchun siz qahramonsiz. Chunki siz birinchi bo'lib kelib mana opa men aytib beraman, gapirib beraman hammasini. Aslida o'sha ayrim noto'g'ri tushunchalar sababli mingdan ming odamlar, oilalar mana shu amaliyotlarni kechiktirib vaqtida qilmasdan, afsuski keyinchalik endi bo'ldi, kech bo'ldi deb, endi homila bo'lmaydi, farzand bo'lmaydi deb mana shunaqa xulosalarni olishadi. Shuning uchun sizga meni bitta savolim bor edi. Siz masalan mana shu yo'lda qiynalayotgan oilalarga yoki mana shu tashxis qo'yilgan, shularga yordamchi reproduktiv texnologiya qilish kerak deb tashxis qo'yilgan oilalarga nima deb aytgan bo'lardingiz o'zingiz? Men hammasiga aytgan bo'lardim. Kelish kerak, ko'rinish kerak. Men o'zim nechta ginekologlarga borganman, даже Toshkentgacha borganman. Lekin o'sha narsani ixlos bilan kelib, o'sha vrachlarning ham motivatsiyasi, shirin so'zligi, motivatsiyasi nima deydi, bemorga qanchalik kuch bo'ladi-da. Shunga
man hammasi hech ikkilamasdan mana ochiqchasi menda shu narsa bo'ldi, mani o'zim aytganman. Nima qiling? Ko'rsatib bering mani deb. Bu kishi va'da berganlar, agar menda natija bo'lsa, agar men kelib o'sha intervyu beraman, ya'ni bu usul aslida yaxshiligini, mana shunday qo'rqinchli emasligini, natija olish mumkinligi to'g'risida gapirib beraman deb birinchi kun niyat qilganlar. Videolarda ko'rardim-da. Ey Xudo, men o'zimni tasavvur qilardim-da. Ey Xudo, shu menga o'xshasa, men ham ana shunday intervyu beraman deb niyat qilardim. Xudoga shukr, alhamdulillah. Niyatlarimga yetdim. Bu narsaga eng katta sababchi bo'lgan sizlar. Sizlar, sizni motivatsiyalaringiz, Gulnur hamshirani motivatsiyalari, Parvin opa qanchalik shirin so'zliklari, hamma narsa esdan chiqdi-da. Hozir har bir uziga borganimda kuzataman, ko'zimni oldida birinchi o'tasizda. Habib opa sababchi bo'ldi. Lekin hozirgacha aytaman, qayerda doktor Mga, doktor M klinikasiga kattakon rahmat. Даже ayam nima duolar qiladi. Bunday kunga erishdik, necha yil kutilgan farzand. O'g'lim qanchalik xursand. Shunga har doim sizlarga kattakon rahmat aytaman. Borlaringizga shukr. Shu narsa shu yerda menga o'xshadi. Shu narsa birinchi harakatimizda. Birinchi harakatdan, birinchi hamma narsada birinchidan, hamma nimalarda shu yerda o'xshadi. Adashmasam 4 ta hujayra olingan. 4 ta. Funksiyalar qo'rqinchli emasmi? Yo'q. Ko'pincha qo'rqishadi. Ko'pchilik o'ylaydi, katta miqdorda gormonlar beriladi deb o'ylaydi. Yo'q. Shular to'g'risida ham qisqacha gapirib o'tsangiz, qo'rqinchli emas. Men ham boshida nima qilgan, yo'q, hech qaysi nimalarda og'riqlar sezmadim. Даже unaqa o'sha embrionni qo'yayotganda ham qanaqa qo'rqqan edim, hech qanaqa og'riqlar, o'zim ekranda ko'rib, o'zim nima qilib, hamma narsani kuzatib bordim. Og'riqlar yo'q, hammasi yaxshi. Men shunisiga xursandman. Lekin to'g'ri, necha marta nimalarga borganman-u, azoblarni ko'rganman, o'sha yuragim zada bo'lib qolgan edi-da. Bu yerda hech qanday og'riqsiz, hamma narsa toza, ozoda, chisti. Hamma narsa shunaqalarga e'tibor beraman-da, chisti, hamma narsasi. Ayniqsa o'sha palatada yotganingizda hamshiralarni shirin muomalaligi. Bir kun palatada ham yotib ketgansiz. Yotib ketganman bir kun. Demak, 4 ta hujayra olganimizda, undan 2 ta a'lochi embrion chiqqan va birinchi perinosimizda bularda hozir mana Allohga shukr 5 oylik o'g'il farzand. 5 oylik o'g'ilchada ishdi o'zida. Inshaalloh 4 oydan keyin mana tug'ildi mana shu chaqalog'imiz deb suyunchi olish, unda ham o'sha post qilish, rasmlarini joylash nasib qilsin bizlarga. Albatta. Mana shu 3 kundan beri shunday sakinat, Ramazonda ko'p yangiliklar olyapmiz. Mana kechagina 18 yil kutilgan qizalog'imiz tug'ildi, 14 yil kutilgan qizalog'imiz tug'ildi. Dushanba kuni kutyapmiz mana hozir yangiliklarni. Jamoaviy davo, jamoaviy ish. Har bitta o'sha yangilik uchun biz ham kurashamiz. O'zingiz bilasiz, qancha ishlaymiz. Mana bu qizimiz ham qancha qizlarimiz bilan yozishadilar. Ular aytishadi, falonchada bo'pti, pistonchada bo'pti. Lekin ularni ichida qahramonsiz, to'g'risi. Qahramonsiz. Yo'q, bu narsani nima qilish kerak emas, boricha aytish kerak-da, to'g'risini aytish kerak. Men misol uchun men o'zim qancha vaqt yurgan bo'lsam, даже umidlarim so'nuvdi. To'g'ri, men o'zim boricha aytib berishim kerak-da, bu narsani yashirib, bunaqa hay Xudoning ko'zi bo'lsin, Xudo xohlasa qo'limizga olamiz. Bu narsani naborot shunaqa joylarda ko'tarish kerak. Shunaqa doktorlarni, ginekologlarni ko'tarish kerak-da. Men misol uchun mendan keyin kelayotganlarim hech ikkilanmasdan men postoyanno hozirgacha menda shu natija bo'lgani uchun og'riqlarsiz, hamma joy toza, hamma narsa chisti. Hozirgacha tavsiya qilaman, faqat og'zimdan tushmaydi doktor M klinikasiga. Bitta boringlar deyman. Hozirgacha. Xudo xohlasa mana ertaga keladi, bittasi qiynalib o'tgan ekan, doktor M.
faqat man doktor M klinikasi. Chunki haqiqat yashirib bo'lmaydi hech qachon. Birinchi uchrashuvimiz esingizdami? Esizdami? Birinchi qanaqalar iltimos qilganman hali. Xo'jayinim kelsalar yaxshi gapiring, ularni asablari charchagan. Aslida hammani ham asabi charchagan, o'zi shu konsultatsiyalar vaqtida inogda biz ham charchagan bo'lamiz. Mana siz aytyapsiz, siz xushmuomalasiz deb. Ayrim postlarda men o'qiyman, bu deydi nima deydi? Qo'pol ekan va hokazo, to'g'ri. Hammamiz ham issiq jonmiz. Kayfiyat har xil bo'ladi, charchoq har xil bo'ladi, tirik jonda emotsiyalar bo'ladi. Inogda biz jon kuyarlik qilib urushamiz, vaqtida tavsiyani bajarmasak urushishimiz mumkin, asab qilishimiz mumkin, lekin bu befarqlikdan ko'ra harna yaxshi deb o'ylayman men o'zim. Chunki eng yomon narsa bu befarqlik. Ha keldi, ha bo'ldimi, bo'ldi, bo'lmasa boraver, yo'q. Shu. Juda ham xursandman, sizga rahmat. Mana shu kelib, gapirib, aslida hozir emotsiyalar juda ham ko'p savollar bermoqchi edim sizga. Endi nima desam sizga? Qolib ketdi. Yana qanaqadir tilaklaringiz bo'lsa agar bildirishingiz mumkin. Shu ayollarga, juftliklarga nima deb aytgan bo'lardingiz? Eng asosiy sharti biz doim aytamiz, er-xotin bir vaqtning o'zida bitta joyda tekshirilsin va o'sha mutaxassislar bir-biri bilan hamkorlik qilib, shu o'zaro yondashish kerak deb aytamiz. Doim meni o'sha doimiy tavsiyam shu. Va harakat qilish, sabr qilish. Masalan, yordamchi reproduktiv texnologiyalar bular bir martada o'xshamasligi mumkin, o'zingiz ham bilasiz. Mana qayta harakat qiladi, boshqa qiladi. Sabr, kurash va ishonch. Eng avvalo birinchi o'rinda ishonch. Mendan keyingi kelgan, men o'zim aytyapman-ku, boshida ikkilanib qaytib ketganman. Odam o'ziga shunchaki o'zi bilan gaplashib, o'ziga o'zi motivatsiya berish kerak-da. Bitta narsadan ixlos qilsang cho'pdanam deydi. O'sha narsa bir marta qaytib ketganman xo'jayinim bilan. 2 marta mana shu nimada aylanib ketganman, bir marta o'zingiz bilan uchrashib. Lekin hech ikkilanmasdan dadil qadam bilan natijasi bo'ladi. 100% bo'ladi natijasi. Chunki men shu narsani boshimdan o'tkazdim-da. Ishonardim, xudo nima bo'lmasin, ana bo'lmasin deb qo'rquv bo'ladi-da. Chunki men xo'jayinim sal kichik jahllar bilasiz, o'sha kunlari toza endi tushunsa bo'ladi. Motivatsiya kuch bilan bismillah deb mana shu doktor M klinikasining darvozasidan o'ng oyoq bilan kirib boshlash kerak. Rahmat. Ana shu juda katta gap bo'ldi, lekin haqiqatan birinchi martada yordam birinchi martasida o'xshab. Lekin men shu gapingizga hozir shu o'rinda aytib o'tish kerak. Endi biz ham har xil odamlar bilan ishlaymiz. Kim boyagi o'sha bismillah deb ishonch bilan shu albatta shu yerdan o'xshaydi deb keladi-yu, Allohim ham uni ishini yengillashtiradi. Juda ham yengillashtiradi. Masalan, sizning ishingiz yengil bitgan, bitta punksiya, bitta mikrotesiya, bitta перенос и сразу результат. Переносlar ham oson bo'lgan, juda ham qalbga ham bog'liq. O'sha nima ixlos deymiz, ixlos xolos, xullas. Shuning uchun sog' salomat qo'llaringizga oling. Rahmat. Undan keyin ham keyingilariga ham keling, biz yordam berishga harakat qilamiz. Sizga o'xshagan juftliklar juda ham ko'p. Har kun kelishadi, lekin sizdagi motivatsiyani, sizdagi uni hali hammadan ko'rganim yo'q. Siz ana shu birinchilardan men o'zim meni yuzimni yashiring, ko'ylaklarimni ham yashiring, ovozim ham eshitilmasin, shunaqa har kun shuni eshitamiz. Ro'molimdan tanishadi, ko'ylagimdan tanishadi. Nimaga bu yaxshi narsani yashirish kerak emas deb o'ylayman men. O'zim fikrim. Hali tayyor emasda bu narsaga, hali unchalik kirib kelmaganligi uchun noto'g'ri fikrlar juda ham ko'p. Qancha mana shuni siz aytgandek ko'tarib chiqsak agar, odamlar shuni ko'raversa agar, o'sha narsa o'zimizniki haqiqatan mana hammasi nima bo'yicha, qonun foydasi bo'yicha qilinadi bilsa agar, bu narsaga ko'proq ishonch paydo bo'ladi. Rahmat sizlarga katta-ko'p. Rahmat. Borlaringizga shukr. Xudoga shukr. Boringizga shukr. Sizga ham rahmat. Shunday yaxshi intervyular, shunday sizlarga o'xshagan fidoyi doktorlarimiz, shifokorlarimiz ko'paysin, ilohim. Shu ekoni boshida eshitganimda chet davlatni tasavvur qilardim. Mana Xudoga shukr, o'zimizda Samarqandimizda
ochildi. Davlatimizga rahmat, mana shu qonun Davlatimizga qabul rahmat. qilinganligi uchun. Haqiqatan shuncha yo'llarga, uzoq yo'llarga bormasdan, sarson bo'lmasdan, til bilmasdan masalanda borib kelishadi. Yana qayta borish qiyin. O'sha avia chiptalar va hokazo ularni hisobga olgan holda albatta o'zimizda hozir hech kimdan qolishmaydigan tarzda mana shunday 20 yillik, 18 yillik mana shuncha bepushtliklar shu yo'l bilan hal bo'lyapti. Ko'pincha mana juftliklarda bu katta yutuq. Birinchi navbatda bizani shu davlatimizni to'g'ri siyosati va minglab, millionlab oilalarni shu qonun orqali ushalmagan o'sha orzularini ro'yobga chiqishi deb tushunamiz biz bu narsani. Va mana shu 20-asrda reproduktiv texnologiyalar ishlab chiqarilgandan keyin Nobel premiyasini olgan. Chunki haqiqatan millionlab oilalarni butun yer shari bo'yicha farzandli bo'lishiga sababchi bo'lgan. Hozir o'sha birinchi eko yo'li bilan dunyoga kelgan ayol, demak bu Buyuk Britaniyalik Luiza Braun, tabiiy ravishda o'zini 2ta farzandi bor. Har yil 78-yilda tug'ilgan. Tasavvur qiling, 78-yilda mana shu birinchi chaqaloq dunyoga kelgan va mana shuncha vaqtdan beri hozir dunyoda millionlab farzandlar, insonlar shu yo'l bilan dunyoga kelib, ular hech qanaqasiga tabiiy homiladorlikdan farq qilmaydi. Odatiy tarzda homiladorlik ham kechadi. Oddiy bolalar, oddiy insonlarda. Va biz mana shu qonun qabul qilinganidan albatta xursandmiz va shu bilan birgalikda hamnafas, zamon bilan hamnafas, mana texnologiyalar o'zgaryapti, tibbiyot o'zgaryapti, rivojlanyapti va shundan siz bahramand bo'lganingizdan boshimiz osmonda. Rahmat, katta Rahmat sizga. Borlaringizga shukur. Har Rahmat. doim ana shunday xushchaqchaq bo'lib, shirin so'z. Rahmat. Menga eng katta nimalaringiz shirin so'zliklaringiz. Endi shirin so'zlikka harakat qilyapmiz, bunga lekin garantiya yo'q. Yo'q. Har doim kulib turgansiz. Hammalaringizga Endi. kattakon rahmat. Katta bosh vrachimizga ham rahmat. U kishi ham operatsiyadan keyin qancha motivatsiya, narkozda qancha menda motivatsiya berganlar. Da. Sizni yo'lingizda erkaklar Shunday. androloglarimizni roli juda ham katta. Mikrotaza qilib shunaqa xursand bo'lganmiz, hammamiz juda ham kutgandik. Xudoga shukr, Shunday. yaxshi chiqdi. Narkozda yotganimda hech esimda shunday ko'zimni ochganimdan ko'rdim. Ha, Mansurova, yaxshimisiz? Zo'rmi? Ha, yaxshi. Zakoni bo'ldi, zo'r bo'ldi bu yog'i deb. Keyin sekin uyquga ketganman-da. Ko'nglim xotirjam bo'lib. Tinchlangan. Iloyim dunyo turguncha turingizlar. Borlaringizga shukur. Sizlarga o'xshagan fidoyi, yana bir marta aytaman, sizlarga o'xshagan fidoyi shirin so'z shifokorlarimiz har doim ko'paysin. Xo'jayinizga ham rahmat. O'zlari uyalib mana videoga tushmagan bo'lsalarda bugun kelib mana shuncha sizni olib kelganliklari uchun ularga katta rahmat aytamiz. Ularning roziliklari bilan endi to'g'ri balkim tortinishadi, lekin mana siz kelib gapirdingiz, rahmat sizga. Katta niyatlarim bor, Xudo xohlasa qo'limga olsam yana bir syomkaga kelaman chaqalog'im bilan. Inshaalloh. Nasib bo'lsa yana kelaman, ko'rsataman. Mendan keyingi yo hozirgi kelayotganlarga, yangilarga yana bir bor aytaman, bemalol kelaveringizlar. Shunchalik men shu yerda qancha vaqt yurib, почти 10 yil o'tkazdim. Qancha vaqt yurib, shu yerda natijalarni ko'rdim. Hamma narsani nima qildim. Kattakon, yana bir bor kattakon rahmat aytaman. Doktor M jamoasiga boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman. Rahmat. Kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Shu o'rinda barchani ro'za Ramazon oylari bilan qutlaymiz. Hammamizga ro'za barakali kelsin. Kimni ko'nglida qanaqa niyatlari bo'lsa, shu niyatlariga yetkazsin Alloh. Va biz shunchaki sababchimiz. Bizni ham yaxshi amallariga, yaxshi ishlariga Alloh sababchi qilsin deb qolamiz. Borlaringizga shukr. Rahmat. Ramazon muborak.